Men Beronning 8daman. Ana Xonum kanalda o'tib ketaman, hozir boraman yoningizga. Ozgina kutib tursiz. Voy! Siz televizorda chiqasiz-a? Qarang, televizorda rosa katta ko'rinasiz. Qattiq qolmasiz. Ozg'ingina ketib o'rgan qiz ekansiz-ku, ha? Qarang, aytgancha, anada aytmoqchi edim. Televizorda bir xuddi bir sassiq bo'lib ko'rinasiz. Yaxshi hid kelar ekan-ku sizdan. Ha? Lekin televizorda rosa bir ne qilib yurasiz-ku, ha? O'zingizga odamlarni qaratib yurar ekansiz. Tanishganimdan xursandman. Voy, qo'lingiz juda yumshoq ekan. Televizorda rosa qattiq qo'l ko'rinasiz, ha? Televizorda qayoqqa borganingizni aytib ketasiz. Menga ham ayting, qayoqqa ketyapsiz? Zulqayoman kechroq boraman, xo'pmi? Hozir. Yuring. Qayerga? Aytib ketaman, yuring. Aytib qayoqqa ketasiz? Xonumka, menga mas tepaga qarang. Yaxshi ko'ring. Mana bu gildilar dushalar. Ko'ryapsizmi? Bu cho'milganingizda menga o'xshab asablaringizni tinchlantirishga yordam beradi. Mana bu tagidagi mahsulotlar esa qomatni tiklashga, tug'ruqdan keyingi holatlarni tiklashga va albatta jozibador bo'lishingizga, defektlarni to'g'rilashga, go'zallikni yaratishga yordam beradigan mahsulotlar. Mana qarang. Mana bu Xonimkaning brendining o'zining mahsulotlari. Bu Feramolli. Buni sepsangiz sizdan hech qachon sassiqlik kelmaydi. Sizga hamma havas keladi. Mana bundan oling, mana oling. Bu Xonimkaniki. Yurma bu yoqqa. Mana bu atirlarni ko'ryapsizmi? Atir. Bu atirlarni agar tepadigan bo'lsangiz, sizga o'zimga sepdim. Hamma qarab o'tadi. Hammaning e'tibori sizda bo'ladi. Darvoqa, bu yoqqa keling. Bering shundan ham sizga. Bering, sepib yurasiz. Mana bularni qarang. Mana bu dezodorantlar. Sizdan hech qachon yomon hid kelmaydi. Sepaymi? Yo'q, qimmat. Qo'ltiq bo'lmaydi. Xo'sh, mana bular esa intim zonalarni oqartiradigan mahsulotlar. Oling, kerak bo'ladi. Bu qamoqxona, zona deb qamoqxona aytyapsizmi? Intim zona deganda men umuman boshqa narsani bu yoqqa keling. Mana bu intim Feramolli aqidi. Bu kerak emas sizga. Mana erga tesam kerak bo'lar. Unda olasiz. Men shoshyapman. Mana bularni bantigimni ham o'ldiribsiz. Mana bular ham intim uchun. Bu yoqqa keling, Saudiyadan kelgan mana bunaqangi narsalar bor. Maxsus o'zingiz uchun parfyumlar. Mana tepadigilar. Vah, keling. O'zimga sepyapman. Tushang. Tushirib yormang. Agar kechqurun maza qilib xohlasangiz, mana bu gildilar dusharadan keyin mana shunaqa pijamalarni olib, yumshoqqina uxlashingiz mumkin yoki eringiz oldida kiyib yotadigan mana bunaqangi tungi ko'ylaklari ham bor. 38 ga kirdim, lekin hali erga tegmadim. Endi tegasiz. Singlim. Hisoblab olasiz. Tushundingmi? Aytgancha, men televizorda chiqmayman. Ko'chada ko'rgan odamingizga televizorda ko'rganman deb yopishavermang. Demak, sizni o'zimga o'xshatib yoribman-da. Bozorda savdo qilsangiz kerak. Men bularni hisoblab bering. Nihoyat erga tegaman. 38 ga kirdim, hali erga tegmadim.